Kimda nima gaplar? 5 minut vaqtimiz bor. Bratskiy narod. Hozir ko'rsam hayotga bo'lgan qiziqishim yana kuchayadi. Chunki men energichniy odamman. Bitta minus tomonim bor. Bitta minus tomonim haligi sizlarda ham shunaqa bo'ladimi, faqat menda bo'ladimi? Menda u 100% bo'ladi. Birinchi sinfimdan beri shu narsani ko'rsataman. Tasavvur qilinglar. Men o'zi ko'pchilik odam bor joylarni yomon ko'raman. Даже to'ylarga bormayman. Menimcha yana to'yim bo'lsa, o'zimni to'yimga ham bormasam kerak-da. Konsert, shovqin joylar butun umr yomon ko'rganman-da. Odam sxadnyak joy, odam ko'p joy yomon ko'raman. Odam bor joylarni yomon ko'raman. Uyda uxlasam ham shunchalik odamlardan naqamanki, xonamda bir o'zim uxlayman-da. Shunaqa bir kasalligim bor-da. Lekin menda shunaqa energetika borki, tavba qildim. Hayotimda ko'p sinab ko'rdim bu narsani. Mana magazinga kiraman deylik. Magazinga kiramanda, u magazinda 2 kundan beri hali pochlam qilmagan magazin bo'lsa, mana kirib ketaman. Mana narsa olmoqchiman deylik, qurt yo sevinchga olmoqchiman-da. Magazinga kirib ketdim. Keyin pirlavkalarini aylanib izlayapman narsa. Kirayotganda hech kim yo'q edi, to'g'rimi? Lekin narsalarimni topib, o'sha kassaga kelgan paytim 100% 4 ta yo 5 ta odam o'sha kassada turgan bo'ladi. Men o'chirda turib qolaman. Endi tasavvur qiling, boshqacha holat. Mashinada ketyapman. Qanaqadir stories kelib qoldi miyamga, stories yozgim kelib qoldi. Yoki kimga muhim SMS yozishim kerak, Telegramdanmi yoki Instagramdanmi, xullas mashinani to'xtatishim kerak. Odam yo'q, mashina yo'q, joyi topaman-da, cho'lni o'rtasi bo'ladimi? Farqi yo'q ular. Farqi yo'q, cho'lni o'rtasimi, dunyoni chekkasimi yoki bir Toshkentda hayotda mashina kirmaydigan mahallami qat. Shu yerga kiramanda, sekin chekkiga mashinani qo'yaman-da, mana yo'l yuziga to'xtab turib, misol uchun o'shanga SMS yozmoqchi yoki o'sha videoni qilmoqchi bo'laman. Narsa qilmoqchi bo'laman deylik. 1 minutga yetib bormasdan turib, orqamdan qanaqadir mashina signal chaladi. 1 yillab o'tmagan bo'ladi u anaqada. Otinimda u mahallada mashina o'tmagan bo'ladi, lekin men shu yerda yursam 100% qanaqadir mashina orqamdan signal chalib yo'l bermanga dedi. Lekin bungacha bu gandon hayotda bilet yurmagan bo'ladi o'tda mashina. Keyin qizlardan ham shunaqa voqea ko'p bo'ladi. Tavba qildim. Ana misol uchun deylik, qanaqadir qiz bilan tanishib qoldingiz, yurish boshladingiz. Ikki xil holat bo'ladi, u qiz bo'ladi. Alamzada yoki bo'lmasang erga tega olmayotgan bo'ladi. Qanaqadir tuzukroq joydan chiqmayotgan bo'ladi. 100% javob beraman. Haligi yigiti xo'rlab, urib, onasiniga tiqib tashlab ketgan bo'lsa, agar uning yigiti xabar topsa, men bilan bu qiz yurayotganini, bir hafta 10 kundan keyin xarajatdan qilib qo'ygandan keyin endi taraman deganimda, bir pasta hozirga uzr, men hali ham yigitim bilan ekanman, biz bir-birimizni tushunib yetdik, biz bir-birimizga shans berdik, biz bir-birimizni kechirdik deb jalab ikki xil ssenariy bo'ladi. Yoki u bilet o'sha yigitiga yana qaytib ketadi bilet. Yoki sovchi keladi bilet. Sovchi ham ko'p keladi, sovchi keladi bilet. Aytib, "Onangni emmagur shunaqa bir ishxona ochib olsanmikin, men bilan bir hafta gaplashing va turmushga chiqib keting. Yoki bivshi yigitingizni qaytib oling" degan. Shunaqa bir kasalligim bor-da. Keyin kafe restoranga kiraman, shunaqa restoranlarni, kafelarni topamanki, onasinikiga ovqati onasiniki kirgan bo'lsa ham, ana menyusi vashchi jalab yeb bo'lmaydigan ovqat tayyorlasa ham, endi yomon ovqat qilsa odam kam bo'ladi-ku restoran, kafeda kirganingizda. To'g'rimi? Kam bo'ladi. Misol uchun 20 ta stoldan bitta yoki ikkitasida o'tirgan bo'lsa, mayli shunda men zalni bu tomoniga o'tib olaman-da, ya'ni odam yo'qroq tomoniga o'tib olaman. Mana shu yerda narushayni qilib ko'ramizmi? Yo'q, qilmas ekanmiz. Xullas, gapim chala qoldi, nima deyotgandim? Restoran, kafega kiraman-da.
Attilab odamni kam joyga kiramanda, haligi joyda attilab zalni bir boshiga borib olaman. Agar bitta yo ikkita stol zanit bo'lsa, lekin 90% stol bo'sh bo'ladi. Javob beraman 15 minutdan keyin jalab zalni bo'sh tomoni qolib ketib, klientlar keladi-da, mana atrofimdagi stollarda o'tirib oladi. Men endi ani o'rtog'im bilan sirlashmoqchi bo'laman, yo bitta yantasi bilan gaplashmoqchi bo'lib, ovozimni pastroq qilib, hech kim eshitmasin gaplashkim keladi-da. Lishli quloq olasiz. Yo'q, jalab, shu paytdan peshona sho'rda. Men ovqat zakaz qilib, ovqatimni ofitsiant olib kelguncha atrofimdagi stol to'lib ketadi. Men aytaman, yo alhazar, bu onangni emagur. Bu nima bu? Qanaqa kasallik bu o'zi? Qanaqa bir kasallikka kiradimi bu? Nima bu? Odamlarni magnit tortadi shu. Men bor joyga shu asalga yopishgandek mana shu atrof. Keyin bemalol o'tira olmaysiz, bemalol sirlasha olmaysiz, bemalol isha olmaysiz, bemalol yasha olmaysiz-da xullas kalomda. Men aytaman, tavba qildim. Bu narsani faqat O'zbekistonda ham desam, Tailandda ham bolalar bilan sport o'ynayman dedim. Mana shu it yemaydigan ovqatga kiramiz dedim. Mana shu kafe dedim, bo'shagan pidaraz. Bankrot bo'yotdi ekan pidaraz dedim. Bolalar yaqinda Tailandga borganimizda sport o'ynashdi men bilan, bor-ku. Transi o'pishdan sport o'ynashdi jala. Shuning o'sha yerga o'tirdik. Shuning ovqatimiz kelguncha atrofimizga bilay. Turist qozoq, turist qirg'iz mashinalar o'tirishni boshladi. Nima aytdim? Mana ko'rdingmi dedim. Mana dakazat qildimmi dedim. Bolalar ham jinni bo'lib qoldi, bor-ku. Keyin kechasi ani jinni ko'chada transi o'ptirdik. Qaysi bolaga o'ptirganimizni aytmayman. Xullas shunaqa gaplar. Bilmayman bu nima bu? Nima deb o'ylaysizlar? Kasallikmi? Nima bu? Плохая energetika или хорошая energetika? Yoki cho'ta ko'p. Nimaga buncha magnetizm? Nimaga buncha? Nima kasallik bu? Men sizlarga savol beryapman, Sizda bir narsani tomog'i bor. Ha, bo'rini ami bor mana, ilib olganman jalal. Mana bilan. Bo'rini tirnog'i bor deyganimda. Protein zararmi degan odam jonli efirda avtomatik kod bo'ladi. Kim shu so'zni bo'yniga olmoqchi bo'lsa, bemalol protein zararmi deb yozaversin. Yoz onangni nima ko'r. Menda ham bor qobiliyat deyaptilar. Shu bora, mana shunaqa narsa bor hayotda. Siz odamlardan qochasiz, odamlar sizga yopishaveradi janob. Tinch qo'ysiz, yuziga yopishaveradi. Ha, tinchlik berlaring, bunday yashay, charchadim. Hech kim ko'rgim kelmayapti desiz, yo battar. Endi ani ovqatlanib o'tirganingda kim bilan o'tiribsan? Oilang bilanmi? Jalab, haligi nima deydi? O'rtog'ing bilanmi, jigaring bilanmi? Uni farqi yo'q. Shunga kelib, ovqatlanib o'tirgan joyingdan, o'rningdan turg'izib, yerdan ko'tarib 2 marta aylantirib, yana yerga qo'yib, mashina qosiga mol bozoridagi dallol odamga o'xshab mashqamaydi. Ey, baraka topgur. Ovqatim og'zimda kekirdagimda qolib ketdi. To'xta, yutib olay. Kimsan, nimasan? O'ziki, yo'qsiz. Bilay, parosat, lishli пространство degan narsa bor. Men o'tirib odam bilan o'tiribman. Po'qimanga odamingiz, yaxshimisiz? Tuzsiz, to'xtasanchi. Shunaqalar bor-da jalab. So'ramaydi, kayfiyatingiz bormi? Kayfiyatingiz yo'qmi? Misol uchun-da endi hamma ham inson har xil holat bo'ladi bir kunda. Kayfiyating bormi, yo'qmi? Yo bir urushib o'tiribsanmi? U bilan ishi yo'q jalab. U o'zining dardida. Keyin turib olib turib, bilay, rasmga tushamiz deydi. Haligi rasmga tushayotgan payt u telefoni ham 75 ta kod bilan ochiladigan telefon bo'ladi. U telefonini kodini ochgan taqdirda uni rasmga olgan odami bo'lmaydi. Keyin haligi o'tirgan joyingdan boshqa stolda kimdir turg'izadi o'rniga, aka rasmga olib qo'ying deydi, haligini ham turg'izadi. Endi jalab bitta rasmga tushgandan keyin narigi stoldagi u ham ko'rib qoladi. Keyin u ham keladi. Shu bilan ovqating haromi chiqadi. Ani qaynoq olib kelgan ovqating
muzdek kelib o'tiribdi haligi joyda. Onang nima ko'r, haligi samlan kelgan odam ham yerga qarab uyalib, bu jala bu fohisha kim bo'ldi? Bu kut bilan nimaga hamma so'rashyapti? Bu bilan nimaga hamma rasmga tushyapti deb haligi dumkada o'tiradi u ham kelib. Sal anaqa qilaylik. Nima? Aka kinoga tushing ko'proq. Amaga sizga kinoyni ham, boshqasini ham bilay. Kinolarim bor galereyamda, +18. Zo'r chiqqan. Biz yoshimizga faqat shu kinoda to'g'ri kelyapti. O'zi mana shunaqa sharmanda bo'lmaydi, jonli efirlar qilmayotgandim. Chunki ko'p shtraf to'ladim. Mana shu yerimga keldi. 21 million shtraf kelgan oxirgi bitta jonli efir. Sizlarga ko'rsataman. Shuni men bilan birga to'lashib yuboringlar, jalab. Chunki jonli efir birga qilganmiz-ku mana. Mana. MIP mana hozir. Onangiz avvaliga bo'lmasa bo'ldi hozir. Hozir ko'rsataman. Qo'ymay turinglar. Qo'ygan ko't agar. Karta qo'yaman, shuni birga to'laylik. O'sha jonli efirda hammamiz birga kulganmiz. Hamdon otib onasingizga ha deb unisini ustidan, bunisini ustidan, bu voqeani ustidan, bu voqeani ustidan hammamiz kulganmiz. Mana shtrafi bizga keldi suddan keyin. Shart qo'ydi sudya, yoki shuncha shtraf to'laysiz dedi, yoki sizga dedi 1 yilgacha Instagramga chiqishdan cheklov qo'yamiz dedi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qo'ymay turlik kelib qoldik. Shu qarzni birga to'laylik. 21 million nima bo'pti? Shunday auditoriyam bor meni, boy auditoriyam bor. Kulishga kelganda birinchi o'rinda kulamiz birga. Davay shuni bir narsa qilaylik, ko'pchilik bo'lib. O'zimning shaxsiy kartamni qo'yaman. Bizga rahmat. Hozir. O'sha jonli efirda kulganlar, davay, menga yordam bera kerak. To'xu menga. Birga kulganmiz-ku. Hozir qo'yib olay mashinani. Mana hozir ko'rsataman. Bu tomondagi kamerani ochamiz. Mana bu yerda nima deb yozibdi? Hasanov sizga nisbatan sonli ijro bir balo. Undan oldin bu boshqa. Mana 21 million. Onang nima bo'laman bu? Mana Hasanov majburiy ijroga chiqib ketdi. Batafsil qachon kelgan mana? 6-chyslomi 9:00 kelgan. Mana undan oldingisi mana. Hurmatli, qani hurmatlimi, hurmatsiz mana. Hurmatli Hasanov Aziz Baxtiyor, sizdan 20 million 600 ming. Bu anunga MIPga chiqishdan oldin, MIPga chiqsa yana u osharkan onayni nima bu. 20 million 600 ming so'm undirish tushdi. Ixtiyoriy ijro etish muddati 5 kun, to'lov ichida bir bola. Davay, qarochi bolalar. Mani farqi yo'q. Kemaga tushgani joni bir naxu. Jonli efir birga qilganmiz. Birga so'kinganmiz. Birga biz davay endi to'lov ham birga qilamiz. Meni ishim yo'q endi. Mujik bo'lish kerak. Men sevinch umrda yedik-ku, kimda klik bor deb. Bunaqa qanjiqlarga ishonmanglar. Bunaqa mana ko'rdinglarmi, so'kinmaydi, so'kinib qo'yaman. Mana shuni ham yozishadi ustimdan. Onayni emagur eshiklar jonli efirga qo'rqib qolding-ey. Nima qilishga ham hayronsan. Qani ko'tlar bir-biriga gul taqdim qilsa, ularni hech kim qamamaydi onangizga. Ularga hech shtraf ham chiqmaydi. Bir-birini nozik xurliqo yigitlar. To'g'risida jalab mujikka o'xshab yashasang, bir erkak bo'laring, "Ey" desang, jalab senga shtraf chiqaradi. Qanaqa hayot bu o'zi bilmayman men. To'g'risida davay. Ya'g'i hazillashdi, men karta tashlamayman. Ani 20 million pulim bo'lmasa nima qilaman bu dunyoda? Prosta endi уже 5 ta to'ladim-da, 5 ta to'ladim. Eng kami 7,5 million to'ladim. Bir marta mana bunaqa bo'ldi.
hozir aytib beraman, keyin kirib ketaman zalga. Короче, nima bo'ldi? Bitta endi qaysi viloyatdanligini yozmayman, lekin bitta odam yozibdi. Sartarosh bo'lib ishlaydigan. Shunaqa azizlik, mana bunaqa so'kingan deb ustimdan yozgan, ariza tushgan. Keyin meni chaqirishdi. Borsam, o'sha endi anaqa nima deydi, ularning ana xodimlar bor-ku, internet bilan ishlaydigan. Nima deydi? Voy bilan, miyam ishlamayapti. Internetdagilarni aniq qiladi-ku. Chalab tilim ishlatiribdi. Kiber xavfsizlik bilan. Kiber xavfsizlikdan chaqirishdik. Bordim, shunaqa. Nima bo'ldi desam, mana ariza tushgan. Nechta ariza tushgan? Har xil ariza tushgan. Bunisiga javob beraverasiz hozir. Nima bo'libdi? So'kingansiz, bir bola. Endi haligi odam ustimda yozganda mana shu azizlikni mush, ya'ni meni videoyimni ko'rib farzandlari uxlolmay chiqibdi, короче, so'kinganimni yodlab olibdi, psixikasiga ta'sir qilibdi. Короче, shunaqa bo'pti deb yozganda. Voy, onasini emsin, endi o'tirib olib turib kimdir obdon onasini so'kib yo asbob bu narsa degan joyim yo'q. Ana jonli efirda gapiraman, bilasizlarmi? Voy jalab, voy bidaras deb kulgili qilib gapiraman-ku. Endi so'zdan bir-biriga ulash uchun. O'shani mana shuni deb meni bolalarimni tarbiyasi ta'sir ko'rsatdi. Uchuq chiqib lablariga uchuq chiqib ketdi. Buni gapidan keyin deb pidoras bittasi menga dushmanlik qilib, meni ustimga yozibdi-da. Men aytdim, "Ey, baraka topkur, bo'lmasam farzandingizni qo'lidan anaqasini olib qo'ymaydimi?" dedim. Men ana xodimlarga aytib qo'yinglar, internetda mendan 5 battarlar bor. Men-ku dedim, yumor qilibroq, o'zimni jinnilikka solib gapiraman. Dahshatlari bor-ku, desam, "Yo'q" dedi, "Ularning ustidan ariza emas, sizga tushgan, siz javob bering" dedi. Unga to'ladim. Keyin u haligi bir esingizda bo'lsa, mipchilar haqida gap, unga to'ladim. Hozir mana 21 million boshqa jonli efir. Короче, bor-ku, mana shu kutib o'tirishar ekan. Mana dushmanlarim, hozir jonli efir qiladi. Bu pidaras so'kinadi hozir bu kut. Buni ustidan yozaman. Naxu kim qo'yibdi bunga? Gelik olib, yoniga BMWni qo'yib qo'y. O'zicha baxtli yashaydi. Men uni hozir baxtini amini chiqaraman deb haligi joyda erinmasdan meni yozib, mashina qilib ko'p marta chaqirtirishga majbur qilishyapti. Endi qonun bilan borib turib, aka, nima xizmat desam, yo'q xizmat yo'q, azaga mana ariza tushgan. Yana nima ariza? Uyg'onishga qo'rqaman, telefon qilishyapti. Mana jonli efir siznikimi? Mana video siznikimi? Mana jonli efir nima degansiz? Mana jonli efiringiz hamski. Jonsiz efirda o'tiramiz endi. Jonli efir bo'lmaydi. O'sha jonsiz yurdim, mana bugun yana ochildim-da. Aka, charchamayapsizmi? Sog' salomatsizmi? Zalgami? Bosamiz. So'kib tashlaring. Yozib olinglar, yana yozinglar ustidan. Aziz estet butun tarmoqda tarbiyaviy, odob, axloq, mulla bo'lish o'rniga yoshlarni yomon yo'lga boshlayapti bu. Bu yoshlarni festivallarga, yomon joylarga olib borib turib bayrab qo'yapti bu. Bu undan ko'ra sportga targ'ib qilsa bo'lmaydimi? Yaxshilikka targ'ib qilsa bo'lmaydimi? Bu gandon soqolini qara, kindiga yetishib turibdi-ku. Buni farzandlari bir yerga tegaman, bir uylanaman degan voyaga yetgan holatda bu pidaras esa nimalar qilmoqda? 46 ni oldiga turib olib. Yoshimizda 46-dom bo'ladi Gulbahorda. 46-domda o'sha hammamizga mashhur Gulapa o'tirardi. Gulapa yangi qizlarni o'tkazib qo'yardi. Bunaqa borashaydik, 15-16 yosh. Mana shu 46-dom yangi yo'lli bolalar bo'lsa jonli efirda. O 90-yil, 85-yil, 87-yilgi bolalar bo'lsa biladi. 46-domda Gulbahorda birinchi pod'ezd, birinchi etaj, chap qo'ldagi eshik, Gulapa desa, mana shu hamma o'sha yerda praktikadan o'tgan. Jahon qochibdi, gandumimiz ham aygen paketi baylab bo'lsa ham, mana shu 46-domda bo'lardi hamma voqea. Shu hamma biladi shu. Yangi yo'lli bolalar biladi. U hozir u Instagramga kirsang ham, Telegramga kirsang, 10 tadan bitta ikkitasini gaplashsangiz, skoriy pomishdan tez yetishadi o'zi.
karta tashing deydi birinchi. Bolalar ham lo'q yala tashlaydi kartaga pul. Keyin shu bilan qarasa haligi nima deydi? Shu bilan skoriy pomosh keladi, haligi bolani davolaydi. U yoshligimizda skoriy pomosh bo'lmasdi. Biz o'zimiz 46 ga borardik. Bu onangni nimaga bitta frontdan qaytib kelgan bir opog'on bo'lardi. U ham mana ko'kragini, lupchigini yesa, ko'krak tiziga tushirardi. Sasogan barmog'imdan uzun bo'lardi. O'sha opog'onni o'zi hayot qiynagan bo'lsa ham, biz Yangiyo'lda o'sha paytda bolalari bilan, legenda bolalari bilan opog'onni yana qiynardik. Bolalarim, qo'ylaring mana desa, "Yo'q, opa, biz sizdan hayot darsini olishimiz kerak. Bo'lmasam chimildida qiynalib qolishimiz mumkin" desa, haligi ko'krak tiziga shunchalik tushardiki, haligi bilasizlarmi nima yasasa bo'lardi u ko'krakda? Ana onang nima ko'rdi edi? Ana sirklarda uzun shalikdan pudil kuchuk yasab beradi-ku, bilasizlarmi? Haligi rozoviy shardan, uzunchoq shardan nomnomda qiladi-da, pudil kuchuk yasab beradi. Itni bolasin. O'shanaqa edi. O'shanaqa zamonlarda biz katta bo'lganmiz. Sizlar gapiramani terlab ham ketdim. Qaraylik. Chotlarim terlab ketdi bular. Sizlar borku, meni qadrimga yetinglar. Mendaqa samimiy, borini gapiradigan bloger men O'zbekistonda ko'rmadim. Hammasi idealniy. Hech qaysi biri kapak ko'rmagan, hech kim amga bormagan, hech kim jalab orqasidan axlat chiqmaydi, hammasida rang-barang zifirlar chiqadi. Hamma begunoh, hamma bir-birini yaxshi ko'radi. Hech kim hech qaysi do'stini sikib ketmagan, hech qaysi qizni aldab tashlab ketmagan. Hamma pizdes, hamma bezuprechnik. Bitta aziz pidaras. Bitta shu gandon. İnsonmiz bilib bilmay hada bo'lgan. Har xil holatlar bo'lgan, bunaqa holatlar. Maktab bolalarga o'xshab popkada kelyapman. Charchamadingizmi? Kayfiyatlar to'xtaman. Здравствуйте. А где наши ребята? Ha, shu tamsizlar? Boks qilamizmi? Yo'q. Kachka-ku bugun. Qilib bo'ldingizmi? Yo'q. Sizni qolmang. Ha, qilamiz. Qolmaylik. Yilki ishlaymizmi? Hemen jonli efirda qolib ketdim. Yilki oyoq ili bo'lmasa ana. Jonli efirda gapirib ko'tim terlab ketdi. Qolmayli. Ya o'zim men jonli efirda qolib ketdim-da. Kechmisizlar? Avval ukajonim. Qali charchamadingizmi, Muhammad? Charchamadinglar? Tushunibsizlar? Uzr. Ha, bo'ldi, 1 minutda men chiqaman. Bugun bizda kachka. Bugun boksorlar kachka qiladi. Bugun oyoq ishlaymiz, yelka ishlaymiz, press ishlaymiz, xullas kalom. Keyingi 5 ga bir ishlaymiz. Bo'ladi. Kelinglar sizlar ham zalga. Bizda hozircha bir kun boks, bir kun kachka. Hech qanaqa musobaqaga tayyorgarchilik bo'lmaganiga xohlagan ishimizni qilib yuribmiz. Protein zarar onasimiz. Umrda yedi shu protein. Protein zarar, undan ko'ra piva festivaliga borish kerak. Kuninglar yaxshi o'tsin, hurmatli do'stlar. Bizda Tronkani bosaylik.